2026-yil Qovg'a burji uchun oddiy yil emas. Bu yil siz tizimga moslashmaysiz, tizim sizga moslashadi. Agar o'zingizni boshqa sayyoradan kelgandek his qilgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Siz boshqacha bo'lgansiz. Endi esa 2026-yil sizni yashirishni emas, sahnaga chiqishni talab qiladi. Qovg'a burji bu yil sizning yilingizdir. Qoidalar bilan yashash charchatdimi? 2026-yilda Qovg'a burji uchun bitta javob bor. O'zing bo'l. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qovg'a burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda Qovg'a burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yil kuchli bo'ron kabi boshlanadi. Ammo bu bo'ron vayron qilmaydi. Aksincha, sizni uyg'otadi, ilhomlantiradi va oldinga undaydi. Bu yil hayotingizda ko'p narsa harakatga keladi. Yupiter siz uchun yangi imkoniyatlar eshiklarini ochadi. Mars sizga kuch, jur'at va tezlik beradi. Saturn esa sizni sinaydi. Faqat orzu qilish yetarlimi yoki siz bu orzularni ro'yobga chiqarishga ham tayyormisiz? Shuni tekshiradi. 2026-yil kashfiyotlarga boy bo'ladi. Hayotingizda jiddiy o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Ba'zilar uchun bu shaxsiy hayotdagi, ba'zilar uchun esa ish yoki kasb bilan bog'liq tub burilishlar bo'ladi. Hatto kichik inqiloblar ham bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Eng muhim maslahat: to'xtab qolmang. Sharoitlar tez o'zgaradi va aynan harakat qilganlar yutadi. Sizning boshqalarga o'xshamagan qarorlaringiz, noodatiy fikrlashingiz va o'z yo'lingizdan borishingiz sizning eng katta kuchingizdir. Aynan shu fazilatlar 2026-yilda sizni boshqalardan ajratib turadi va oldinga olib chiqadi. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning yanvar-mart oylari bashorati. Yilning boshlanishi siz uchun kuchli elektr toki kabi bo'ladi. Tez, jonli va uyg'otuvchi. Atrofingizdagi odamlar odatdagidan ham tezroq harakatlana boshlaydi va bu holat sizni bezovta qilmaydi. Aksincha, sizga yoqadi va ilhom beradi. Bu davrda hayotingizda yangiliklar ko'payadi. Yangi loyihalar, yangi tanishlar, yangi g'oyalar paydo bo'ladi. Fikrlar tinimsiz keladi. Ichingizda energiya qaynaydi. Zerikishga vaqt bo'lmaydi. Texnologiya, media, ijodiy sohalar yoki boshqalarga o'xshamagan noodatiy yo'nalishlar bilan bog'liq takliflar chiqishi mumkin. Odatdagidek yo'l tutish emas, balki boshqalardan farqli qaror qabul qilish siz uchun eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Sizning kuchingiz aynan shu, boshqacha fikrlashdadir. Moliyaviy tomondan yil boshi biroz notekis bo'lishi mumkin. Daromad keladi, ketadi, rejalar o'zgaradi. Ammo mart oyiga kelib vaziyat asta-sekin barqarorlashadi. Munosabatlar va his-tuyg'ular sohasida esa keskinlik va jonlanish bo'ladi. Venera yurak masalalariga yangi hayot olib kiradi. Kimdir kutilmaganda sevib qoladi. Kimdir esa sevgi qamoq emas, balki erkinlik va kenglik ekanini anglab yetadi.
Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning aprel-iyun oylari bashorati. Bu davrda Yupiter sizning ichingizdagi kuch va harakat istagini yanada kuchaytiradi. O'zingizni faol, ilhomli va ish qilishga tayyor holatda his qilasiz. Bu oylar ijodiy hamda kasbiy jihatdan eng yuqori faollik davriga aylanadi. Ayniqsa muloqot, innovatsiya, ta'lim va ijod bilan bog'liq sohalarda muvaffaqiyat ehtimoli juda katta bo'ladi. Oldin sizga xavfli yoki ishonchsiz tuyulgan g'oyalar endi asosiy imkoniyatingizga aylanishi mumkin. Bahor oylarida muhim tanishuvlar yuz beradi. Ba'zi qovg'a burji vakillari uchun esa hayotda keskin o'zgarishlar bo'lishi ehtimol. Yangi lavozimga o'tish, boshqa joyga ko'chish yoki hatto yaqin doiradagi insonlar almashishi mumkin. Venera bu davrda ilhom va biroz hissiylik qo'shadi. His-tuyg'ular ba'zan ko'tariladi, ba'zan esa sokinlik va yolg'izlikni xohlaysiz. Bu holat qovg'a burji vakillari uchun tabiiy bo'lib, sizning ichki ritmingiz shunday ishlaydi. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning iyul-sentyabr oylari bashorati. Bu davrda Saturn sizning hayot sur'atingizni biroz sekinlashtiradi. Avvaliga buni to'siqdek qabul qilishingiz mumkin, lekin aslida bu sizni tartibga chaqirayotgan signal bo'ladi. Ayniqsa uzoq vaqt dam olmasdan ishlagan bo'lsangiz, motivatsiya pasaygandek tuyulishi mumkin. Hayot sizdan aniq savolni qo'yadi. G'oyang yaxshi, lekin aniq rejang bormi? Va aynan shu davrda siz o'sha rejani tuza boshlaysiz. Bu oylar moliyaviy masalalarni, ustuvorliklarni va sog'liqni tartibga solish uchun juda muhim. Yil o'rtasidagi bu holat pasayish emas, bu qayta sozlanish, kuch yig'ish uchun berilgan tanaffusdir. Tana va yaqinlaringizga ko'proq vaqt ajrating. Unutmang, hatto eng zukko va ijodkor inson ham uyqu va dam olishga muhtoj. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning oktyabr-dekabr oylari bashorati. Yilning oxiri xuddi katta konsertning yakuniy sahnasidek bo'ladi. Yorug'liklar, e'tibor va markazda siz. Yupiter yil davomida qilgan ishlaringizning natijasini ko'rsatadi va bu natijalar saxiy bo'lishi mumkin. Mukofot olish, mehnatingiz tan olinishi, yangi lavozim yoki ichingizda paydo bo'ladigan aniq ishonch bo'lishi ehtimol. Ha, men to'g'ri yo'ldaman. Sevgi hayotida barqarorlik seziladi, lekin kichik kutilmagan voqea ham bo'lishi mumkin. Eski his-tuyg'ular yana paydo bo'lishi ehtimoli bor, biroq bu safar boshqa shartlar va yangi qoidalar bilan. Moliyaviy masalalar tartibga tushadi, ilgari o'ylangan g'oyalar natija bera boshlaydi. Umuman olganda bu davr hayotingizda yangi bosqich boshlanayotganidan darak beradi. Yilning umumiy xulosasi. 2026-yil siz uchun ongli ravishda yuqoriga ko'tarilish, ichki va tashqi o'sish davri bo'ladi. Endi siz shunchaki boshqalardan farq qiladigan odam emas, balki ko'pchilik ortidan ergashadigan, yo'l ko'rsatadigan shaxsga aylanasiz. Eng muhimi, hazilni tushunish va o'zingizga kulib qaray olish qobiliyatini yo'qotmang. Aynan shu xususiyat sizni himoya qiladi, odamlarni esa o'zingizga tortadi. Bu sizning kuchingiz ham, jozibangiz hamdir. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yil shiori: men mavjud tizimda joy izlamayman, men o'zimga mos tizimni yarataman. Eng yaxshi davrlar fevral, may va oktyabr oylari. Aynan shu paytlarda sizning g'oyalaringiz imkoniyatlar bilan uchrashadi va muhim natijalar yuzaga chiqadi. Qovg'a burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil ayol qovg'a burji vakillari uchun baland, shovqinsiz, lekin juda chuqur ichki o'zgarishlar yili bo'ladi. Bu yil siz hayotingizni boshqalarning qoidalari bilan emas, o'z ichki sezgingiz bilan yashay boshlaysiz. Endi siz hisobot berib yashamaysiz, o'zingizni oqlab o'tirmaysiz. Men ham hammaga o'xshashman deb isbotlashga harakat qilmay qo'yasiz. Siz uchun qulay, oldindan bashorat qilinadigan, hammaga tushunarli bo'lish qiziq emas. Siz yashashni xohlaysiz, chinakam, to'liq va rost yashashni. Yil boshidanoq bitta haqiqat aniq bo'ladi. Eski yo'llar endi ishlamaydi. Avval tinch bo'lsa bo'ldi deb rozi bo'lib yurgan joylarda siz qat'iy yo'q deya boshlaysiz. Oldin jim bo'lib kelgan mavzularda esa gapirish istagi tug'iladi. Bu qarshilik emas, bu o'zingizga qaytishdir.
2026-yilda siz bo'sh gaplar, sizni holdan toydiradigan munosabatlar va ilhom bermaydigan ishlarni ko'tara olmaysiz. Sizni faqat g'oyalar, texnologiyalar, ta'lim, ijod va fikrdosh insonlar bilan muloqot tiriltiradi. Mana shu sizning energiya manbangiz bo'ladi. Bu yil sizga o'zingizni ko'rsatish, oldinga chiqish, loyiha boshlash yoki erkinlik beradigan yangi yo'lga burilish imkonini beradi. Eng muhim shart tarqab ketmaslikdir. Qovg'a burji ayollari ilhomni tartib bilan birlashtirganda endi faqat orzu qiluvchi emas, balki haqiqiy yaratuvchiga aylanadi. Munosabatlarda siz endi tenglikni tanlaysiz, bog'liqlikni emas. Sizni cheklamaydigan joyda ochilib gullaysiz. Tanqid qiladigan, qayta tarbiyalamoqchi bo'ladigan muhitdan esa janjalsiz chiqib ketasiz va qaytmaysiz. Yolg'iz ayollar uchun yangi tanishuv ehtimoli bor. Sizning chuqur fikrlashingizdan qo'rqmaydigan, aksincha bundan hayratlanadigan inson bilan. Yilning eng muhim sabog'i shunday: hech kim qarsak chalmasa ham o'zingiz bo'lib qoling, chunki endi boshqacha yashashning iloji yo'q. 2026-yil oxiriga kelib siz noyob bir holatni his qilasiz. Siz erkinlik uchun kurashmayapsiz. Siz allaqachon erkinlik ichida yashayapsiz. Qovg'a burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil erkak qovg'a burji vakillari uchun ichki qayta qurilish davri bo'ladi. Siz endi boshqalarning kutganiga moslashib yashay olmaysiz. Hatto bu yo'l ilgari sizga barqarorlik bergan bo'lsa ham. Endi siz uchun bitta narsa muhim bo'lib qoladi. O'zingizga mos joyda bo'lish, boshqalarning tizimi ichida emas, balki o'zingiz yo'nalish belgilaydigan oqimda yashash. Ish faoliyatida yangi mezonlar paydo bo'ladi. Mustaqillik, noodatiy qarorlar va harakat. Oddiy ijrochi roli sizni qoniqtirmaydi. Siz qilgan ishingiz natijasida o'z ismingizni va o'z g'oyangizni ko'rishni xohlaysiz. Shu sababli 2026-yil shaxsiy loyihalar, ijodiy hamkorliklar, IT, media, ta'lim, tahlil va ilm bilan bog'liq sohalar uchun juda qulay bo'ladi. Aqliy mehnat va innovatsion yondashuv sizga real natija beradi, agar o'zingizdan shubhalanmasangiz. Bu yil fikringiz, qarashingiz va noodatiy yechimlaringiz sizning eng katta kuchingizga aylanadi. Sevgi sohasida sizdan samimiylik talab qilinadi. Agar yoningizda o'zingiz bo'la oladigan inson bo'lsa, bu munosabat chinakam ittifoqqa aylanadi. Ammo agar aloqa faqat murosa, yashirin gaplar va cheklovlarga qurilgan bo'lsa, siz janjalsiz ketasiz, shunchaki qafasda yashamaslik uchun. Yolg'iz erkak qovg'a burji vakillari sizning chuqur fikrlashingizni his qiladigan, ko'p gap talab qilmay tushunadigan inson bilan uchrashishlaringiz mumkin. Yilning asosiy sinovi shundaki, siz erkinlik bilan birga mas'uliyatni ham qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki tayanchsiz erkinlik bu tartibsizlikdir. Ammo siz bunga tayyorsiz. Siz qochmaysiz, siz o'zingizcha hayot qurmoqdasiz. Yil oxiriga kelib siz o'zingizni nihoyatda mustahkam his qilasiz. Bu qattiqlashganingiz uchun emas, balki endi o'zingizni oqlashga hojat sezmaganingiz uchun. Siz nihoyat o'zingiz istagancha yashayapsiz, begona qoidalarsiz, lekin ichki tartib va aniq tamoyillar bilan. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning sevgi bashorati. 2026-yil qovg'a burji vakillari uchun sevgi masalasida halollik va erkinlik yili bo'ladi. Siz endi shunaqa bo'lishi kerak degan qoidalarga asoslangan munosabatlarga rozi bo'lmaysiz. Sizga tashqi ko'rinish, baland va'dalar yoki ortiqcha tushuntirishlar kerak emas. Sizga yengil nafas olishga imkon beradigan, erkin his qilinadigan tuyg'u kerak bo'ladi. Sevgi tirik, chin va niqoblarsiz bo'lishi lozim. Agar munosabatda rol o'ynash, o'zingizni bosish yoki o'zgacha bo'lib ko'rinishga majbur bo'lsangiz, siz bunday aloqada qolmaysiz. Agar juftlikda bo'lsangiz, 2026-yil ochiq va halol suhbatlar davrini olib keladi. Ichingizda yig'ilib qolgan aytilmagan gaplar, hislar va savollar yuzaga chiqadi. Bu jarayon munosabatni buzish uchun emas, balki bir-biringizga yanada yaqinlashish uchun bo'ladi. Agar munosabatda hurmat va har biringiz uchun shaxsiy joy bo'lsa, aloqa yanada mustahkamlanadi. Ammo munosabat faqat odat, nazorat yoki cheklovlar asosida turgan bo'lsa, siz sekin-asta uzoqlashasiz. Bu g'urur sabab emas, bu o'zingizni yo'qotmaslik uchun qilinadigan tanlov bo'ladi.
Yolg'iz Qovg'a burji vakillari esa tan olinishi yoki maqtovga emas, balki tushunishga asoslangan sevgini uchratishlari mumkin. Bu keskin ehtiros yoki shov-shuvli romantika emas, balki sokin va muloyim tanishuv bo'ladi. Sizni tushunish uchun ko'p gapirish ham shart bo'lmaydi. Yilning eng muhim sabog'i shuki, halollik qulaylikdan ustundir. Sevgi nazorat qilish yoki o'zini qurbon qilish emas, balki ongli tanlovdir. Yonida qoladigan insonlar yo'qotishdan qo'rqib emas, balki chin dildan birga bo'lishni istagan odamlardir. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning moliyaviy bashorati. 2026-yilda Qovg'a burji vakillari pulga bo'lgan qarashini o'zgartira boshlaydi. Siz endi pulni faqat omad yoki tasodif deb qabul qilmay qo'yasiz. Asta-sekin bitta muhim haqiqatni tushunasiz. Moliyaviy barqarorlik erkinlikka qarshi emas, aksincha uni mustahkamlovchi kuchdir. Pul siz uchun bosim emas, balki mustaqil yashash vositasiga aylanadi. Bu yil texnologiya, ijod, ta'lim, media, IT, tahlil va ijtimoiy loyihalar bilan bog'liq yo'nalishlarda juda qulay imkoniyatlar ochiladi. Yangi daromad manbalari paydo bo'lishi mumkin. Sherikliklar, erkin grafikdagi ishlar, onlayn faoliyat yoki shaxsiy biznes. Siz o'zingizni past baholashni to'xtatasiz va tushunasizki, bilimingiz, g'oyalaringiz va noodatiy fikrlashingiz haqiqatdan ham qimmatdir. 2026-yil buni amalda ko'rsatib beradi. Asosiy xavf hissiyot bilan qilingan xarajatlardir. Qovg'a burji vakillari ko'pincha ilhom bilan yashaydi va shu sabab ba'zan byudjetni unutib qo'yishi mumkin. Ammo aynan 2026-yilda sizga tizim kerak bo'ladi. Aniq hisob-kitob, reja, moliyaviy zaxira va eng muhimi o'zingizga sarmoya kiritishdir. Yana bir muhim ogohlantirish: begonalarning qarzini o'z bo'yningizga olmang va yordam so'ramagan odamlarni qutqarishga urinmang. Bu sizning resursingizni so'rib qo'yishi mumkin. Yil oxiriga kelib siz muhim xulosaga kelasiz. Moliyaviy erkinlik katta summalardan emas, balki o'z mehnatingizni qadrlashdan boshlanadi va aynan shu tushuncha sizni yanada mustahkam qiladi. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning sog'lik bashorati. 2026-yilda sog'lig'ingiz ichki holatingiz bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Ichingiz tinch bo'lsa, tanangiz ham o'zini yaxshi his qiladi. Qanchalik ko'p g'oyalar ortidan quvsangiz, tanangiz shunchalik ko'proq dam olishni talab qiladi. Aqlingiz juda tez ishlaydi, fikrlaringiz chaqmoqdek keladi, ammo tanangiz bu tezlikka yetib olish uchun vaqtga muhtoj. Energiya yetarli bo'ladi, lekin agar o'zingizni ayamasdan ishlasangiz, tez charchab, yonib ketish xavfi ham bor. Uyquni me'yorida olish, yetarli suv ichish, vaqtida va reja asosida ovqatlanish, og'ir bo'lmagan jismoniy harakatlar 2026-yilda sizning eng katta yordamchilaringiz bo'ladi. Suzish, yoga va oddiy sayrlar tanani qayta his qilishga, ichki muvozanatni tiklashga juda mos keladi. Yilning ikkinchi yarmida tanangiz ogohlantirish bera boshlashi mumkin. Ayniqsa bo'g'imlar, bel va yonbosh sohalari, yurak va asab tizimi kuchlanishni birinchi bo'lib sezdiradi. Shuning uchun kasallik chiqishini kutmang. Oldindan choralar ko'rish muhimdir. Bu yilning eng muhim qoidasi shunday: tezlashgan paytingizda sekinlashishni o'rganing. Dam olish bu dangasalik emas, balki kuchni qayta to'plashdir. Tinchlik esa bo'shlik emas, balki o'zingizni yana qayta topadigan makondir. Yil oxiriga kelib tanasining signalini tinglay olgan Qovg'a burji vakillari juda noyob holatga erishadi. Ichkarida sokinlik bo'ladi, fikrlar ravshanlashadi va energiya erkin, to'siqsiz oqib boradi. 2026-yil sizdan mukammallik talab qilmaydi. Bu sizdan rostlik talab qiladi. Siz boshqalarga o'xshash bo'lish uchun emas, o'zingiz bo'lish uchun tug'ilgansiz. Agar bu yil kimdir sizni tushunmay qolsa, qo'rqmang, chunki Qovg'a burji hech qachon ko'pchilik bilan bir vaqtda tushunilmagan. Siz qoidalarni buzasiz deb o'ylashadi, aslida esa yangilarini yaratasiz. To'xtamang, o'zingizni kichraytirmang. 2026-yil sizga shuni eslatadi: siz noodatiy bo'lganingiz uchun kuchlisiz. Do'stlar, mana shu bilan biz Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir Qovg'a burji vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor.
Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, shu yilda siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qurolidir. Aziz do'stlar, kommentariyda qaysi burj vakilisiz va sizni qaysi qism eng ko'p o'ylantirdi? Shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.